Hop. Assalomu alaykum hurmatli she'riyat muxlislari. Bugun mana biz do'stimiz Avazbek Qosimov xonadonidamiz. Bugun katta juda ham bir anjuman bo'ldiki, Shatila akamiz 80 yillik ijodlariga bugun bir to'yda singari bir katta yig'in bo'ldi. Bu qurilish Amjad qurilish texnikumida bo'ldi. Mana O'zbekiston ijodiy uyushmasining a'zosi Shatila akam Absalomga so'z beraman. Sabab mana shu ko'p qo'shiqlarini Andijonda ko'p hofizlar aytdi. Ko'p san'atkorlar aytishdi. Hozirgacha aytib kelyapti. Bugun ham mana anjumanda 10da boshlangan bo'lsa, qandaydir birlarga davom etdi shu. Ko'p hofizlar qatnashdi bu yerda. Shunga bugun fursat shunga to'g'ri keldiki, nasib. Shu yerda bir ozgina bo'lsa ham bir intervyu qilib, mana shu biz ham qo'limizdan kelganicha tilingdan tinglashibdi, qachon kelursan degan bir she'rlarni bir vaqtlar, o ancha yil ketdi bunga. Aytgan edik, shunda bir ruxsat so'ragan holda elga taqdim qilsak, biz avval ham qilganmiz bunaqa narsalarni, lekin yana bir hozirgi kunga bir moslashib turib, Shatila akam bilan ozgina bir suhbat olmoqchimiz. Shatila akam she'rlar to'g'risida qandaydir tarixiy ma'lumotlarni yoki bo'lmasa ozgina tushuncha bersangiz, biz xursand bo'lardik. Avvalo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Elimizga biz shukr qilamizki, sizdaqa shoirlar bor. Allohga shukr qilamiz. Doim salomat bo'ling aka. Rahmat. Endi elga bitta gap bor. Xo'p. Bu eng shirin narsa nima desa til deydi. Eng achchiq narsa desa nima desa ham til deydi. Chunki yaxshi gapni ham til gapiradi, yomon gapni ham achchiq gapni ham til gapiradi. To'g'ri. Shuning uchun endi kimni tili shirin bo'lsa, uni do'stlari ko'payadi. Bu odam chiroyli gapiradi, birovga ozor bermaydi, jahl qilmaydi, chiroyli lafzi bilan gapirib, hammaning ko'zini ovlaydigan gaplar bor. Endi shularni o'ylaganda, endi meni fikrimga shu tilingdan degan g'alifda g'azal yozish hayolimga kelib qoldi. Endi shuni yozishga majbur bo'ldim. Xo'p. Endi boshlanishi shunday bo'ladi. So'zga og'iz ochsang biyron tilingdan go'yo asal tomajonim tilingdan. Endi bu bir baytda g'azalning birinchi baytini sharhlagan bo'lsa, agar so'zlash uchun og'zingni ochadigan bo'lsang, biz hayron qolamiz. Sababi shirin gapirasan, og'zingdan shu tilingdan asal tomadi degan. Endi hammasi aylanib kelib, o'sha shirin so'zlikka kelib taqaladi. Odamning shirin so'z bo'lsa, tili shirin bor, falonchining tili shirindan shu odamni eltib yuboradi, deydigan gaplar bor. Endi bu ichki g'azal. Ichki g'azal bo'lganligi uchun o'sha tilingdan degan so'zlar radib bo'lib, qaytarilaveradi. Endi bu meni bilishimcha bu tilingdan degan g'azal boshqa odamda yo'q. Ustozimiz vosita bilan aytardiki, kimki yangi radib topgan bo'lsa, 50% shoirni yutug'i deydi. Shuning uchun biz yangilikni intilardik. Birov yozmagan bo'lsin, birov ishlatmagan bo'lsin. Masalan, Hazrat Navoiy kelmadi degan g'azal 20 ta g'azali bor, kelmadi degan radiblar. Boshqalarda ham bor, lekin fikrlar boshqa. Endi meni hayolimga shu tilingdan degan shu radib kelib qo'yganligi uchun shu tilingdan degan nimani aylantirib va o'rgiltirib va fikrlarda o'sha tilga bog'lab turib shu g'azalni yozishga to'g'ri keldi. Bu g'azal 1981-yilda yozilgan. Endi shoir yozgan she'rlarini tarixi ham bo'ladi, tarixi yo'q she'rlar ham bo'ladi. Biroq tarixi bor she'rlarda bir sabab bo'ladi. Lekin asl sabab orqali menda bir fikr tug'ilib qoldi deydi, she'r yozadi. Shu she'rni tarixi qanaqa desa gapirib beradi.
Nima sabab bo'lgan shuni she'ringizni yozishingizga desam, manaqa bo'ldi, anaqa bo'ldi deb natijaga tushuntirib beradi. Endi mana bu tilingdan degan she'rda, g'azalda yozish uchun bu tarixa yo'q. Bu voqeadan she'r emas, g'azal emas. Lekin juda chiroyli o'sha aylantirib o'ldirtirib mana shu shirin so'z aytishga moyilligini ta'kidlab keladi. Tilingdan bo'ldi. Lekin Muhammadjon sizga juda katta rahmatga o'ylasa chiroyli kuyga solgan. Chiroyli qilib aytgansiz. O'zingizni bitta ko'p kuzatdim. Sizni nimangizni bir ayta olmayman. Kuy bilan o'zingizga sabab sizda o'ziga xoslik bor. Ovozingizda o'ziga xos, ohanglardan o'ziga xos. Boshqa joyda men sizga o'xshab aytadigan siz ohangga aytadigan ma'ni ko'rmayman. Demak shunda buni biz original deyiladi. Original ohang, original she'r, original ovoz deyiladi. Shuning uchun avvalo mana shu she'r sizga ma'qul bo'lib, kuy bastalab shu kuyga olib chiqqanligingiz uchun men sizdan minnatdorman, sizni tabriklayman. Rahmat, sog' bo'ling. Chunki bu qutlovda har qancha tabriklashda arziydigan qo'shiq bo'ladi. Tilingdan degan she'r. Endi ikkinchi g'azal ham sharh qilamiz. Tinglashibdi. Endi birinchi baytini o'qiyman. Qiz ulg'ayib shunda jononga tenglashibdi. Mening uchun eng aziz insonga tenglashibdi. Yuzlar bo'lib olmadik, so'zlar bo'lib misol, qoshlar bo'lib muqovas, qo'monga tenglashibdi. Muqovas degan so'zning ma'nosi egilgan, qavs deydi. O'sha qavs degan muqovas, arab tilida muqovas deyiladi. Qavs degan so'zda Kaos ichida. Muqovas qachon egilgan bo'ladi? Aynan. Endi bu lirik haliga tilingdan ham mana tinglash degan she'r lirik g'azal. Lirik g'azal bo'lgandan keyin albatta sevgiga, ishqqa, muhabbatga bog'lanadi. Bog'langandan keyin endi bu bitta go'zal qizning yo yorning yo bir dilbarning ta'rifi beriladi. Ta'rifi. Endi uni kamtarligi, mehnatsevarligi, o'sha bolasiga tenglashibdi, mehmon bo'lib kelding bir joyga, hali go'zal qizga aytilgan. Mehmon bo'lib qarindoshingga o'rtog'ingga kelding, lekin mehmon bo'lib o'tirganing yo'q. O'rningdan turib, idishda olib yurishtirga foydalab, oldin ovozini olib xizmat qilyapti. Demak, u bolasiga tenglashibdi degan haliga ma'nolari bor. Sözge oğuz atır bir an tilinden, go'yo asal tomar canon tilinden. Sözge oğuz atır bir an tilinden, go'yo asal tomar canon tilinden. Şu boysan tatlı hayatım, boshim bo'lur go'yo osmon tilinden. Şu boysan tatlı hayatım, boshim bo'lur go'yo osmon tilinden.
Açılır çünkü her an tilinde. Günler tutay senge ömrüm barça. Günler tutay senge ömrüm barça. Yaşlardım dünya bostan tilinden. Yaşlardım dünya bostan tilinden. Gülşeninde endellikler binava. Kilsen vatanda kuşan tilinde. Begalarından da kaybı hastalığı. Derdim topar daim derman tilinden. Nusret canı gitti dese kaybıma. Nusret canı gitti dese kaybıma. Cismin araker şu can tilinden. Cismin araker şu can tilinden. Sözce unutmasın bir an tilinden. Dünya asal tanar canan tilinden. Şu bayisten erir tatlı hayatım. Başım olur dünya osman tilinden. Başım olur dünya osman tilinden. Gözüm nigaron kaçan gülürsen. Servi kıramam kaçan gülürsen. Derdimge derman kaçan gülürsen. Sağındım canon kaçan gülürsen. Sağındım canon kaçan gülürsen. Yolunga yazayı payanda. Madhin dilden çetay altın saz. İşkini kanat kıl eylegi parvoz. Savundum canan kaçan gülürsen. Savundum canan kaçan gülürsen. Vaynana gönlüm gelip abad et. Vaynana gönlüm gelip abad et. Sağındım canan kaçan gülürsen. Aytminge canan kaçan gülürsen. Aytminge canan kaçan gülürsen. Aytminge canan kaçan gülürsen. Kaçan gülürsen, kaçan gülürsen,
ulg'ayib suvda Janonga tenglashibdi Qiz ulg'ayib suvda Janonga tenglashibdi Mening uchun eng aziz insonga tenglashibdi Mening uchun eng aziz insonga tenglashibdi Yuzlar bo'lib olmadi ko'zlar yonar cho'q misol qoshlar bo'lib muqaddas kamonga tenglashibdi qoshlar bo'lib muqaddas kamonga tenglashibdi Dilbar qoshida qancha Mardlar egar boshini Dilbar qoshida qancha Mardlar egar boshini Oshiqlar sab chekishda Muzgonga tenglashibdi Yuz joni bo'lsa oshiq Aylar fido sanamga Ma'shuqaning bir joni Yuz jonga tenglashibdi Ma'shuqaning bir joni Yuz jonga tenglashibdi Mehmonga bor sadoyim Dutkay uzun kamtar Chaqqon bo'lib xizmatda Mezbonga tenglashibdi Mehmon bo'lib keldi yor Xonam munavvar o'ldi Boshim go'yo bu baxtdan Osmonga tenglashibdi Faxraylasang arziga Nusrat oshiqligingdan Oshiq degan nom elda Unvonga tenglashibdi Oshiq degan nom elda Unvonga tenglashibdi Unvonga tenglashibdi Unvonga tenglashibdi Sulton aka mazmunli suhbatga rahmat. Mana shu bugungi hozirgi kunlarda o'zingiz aytib o'tdingiz, mana Navoiydan boshladik. Shu davrda eng zabardast shoirlari bu Navoiyda juda ko'p g'azallarni bilamiz. Davomchilari mana keyingi Erkin aka Vohidov. Mana ulardan keyin mana biz Andijonimizda eng katta shoirlardan mana siz hozir inshaalloh olib boryapsiz. Mana shu ishlaringiz hech qachon to'xtamasin. Yangi she'rlarni yozavering. Mana shu hofizlar, mana Avazbek, bu yerda mana bugun kelgan hofizlar, mana Akramjon do'stimiz, Turahon, hammalarimiz qo'limizdan kelgancha ijrolarni qilib, qachon she'r paydo bo'lsa, so'z paydo bo'lsa, ideka qo'shib bo'ladi. Asosiy sabab shu, sizlar bo'lasizlar. Shuning uchun men niyatim hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat. Sog' bo'ling elimizni baxtiga. Mana bugundaqa tadbir
ko'proq bo'lsin. bo'ladi. Juda ham ko'pchilik xursand bo'lib ketdi bugun. Men qaradim, odamlar kayfiyati juda ulug' darajada bo'ldi. Endi zal to'ldi. Bu yerda hattoki shunaqa bir bemalol gaplashgani ham biz vaqtimiz bo'lmadi. Imkon bo'lmadi. İmkoniyat bo'lmadi. Ha. Ata shu kech payti bo'lsam, Avazbek do'stim bilan bir nima qildik, bir ozgina bir akam bilan bir nima qilaylik istalik uchun degan bir mazmunga keldi. Men sizga yana ijodingizga baraka tilayman. Sog' bo'ling. Avazbek siz ham sog' bo'ling. Xonadoningizga payz baraka bersin. Mana shu kelajakdagi shoirlarimizga bir yaxshi ijod qilishni bitta duo qilib bering aka. Shoirlarga, mana shu Avazbekka, yosh shoirlarimizga, ularga ham sizga o'xshagan kitoblari chiqsin, she'rlari xalqqa ma'qul bo'lsin, qo'shiq bo'lsin. Taklif yaxshi bo'ldi. Hali aytib o'tdim, har bir zamonda o'zining shoiri bo'ladi, o'zining san'atkori bo'ladi, o'zining mashhur kishilari bo'ladi. Vaqti keladi, endi 10 yildan, 30 yildan biz ham bu yorug' dunyoni tark etamiz. Bizdan keyin ham shoirlar paydo bo'ladi. Shoirlar paydo bo'ladi. O'sha zo'r she'rlar, zo'r g'azallar yozadigan yoshlardan chiqadi, qizlardan chiqadi, ayollardan chiqadi. Endi ularni she'rlari, so'zlari hofizlar tilidan kuy bastalanib qo'shiqqa aylanadi. Xo'p, o'sha yoshlarga avvalo mana shular hofizlar. Xo'p, shularga uzoq umr tilayman. Rahmat. Hofizlarga. Hech qachon ovozingiz so'nmasin. Mana shu hozir qanday aytayotgan bo'lsangiz, mana juda ko'p maqomlarda aytgansiz. Navoiydan boshlab, juda ko'p okalarimiz maqomlarda aytgansiz. Shoirlarning she'rlarini. Ovozingiz so'nmasin. Rahmat. İzlanishdan tolmang hech qachon. Rahmat. Hamma gap izlanishda. Avvalgi endi qanoti ikkita. Birinchisi so'z va she'r. G'azal. Endi ilgari hofizlik qilgan bo'lsa, endi hozir taniqli, respublika taniqli 9-10 ta kitob chiqadi. Avvalgi. Endi qo'shig'i unutilib ketishi mumkin. Yozilmasa. Böyle şey unutulmaydı. Kitaplar unutulmaydı. Kitaplar hayırlardadır. Saklanan kütüphanelerde olardı. Mayta kütüphanelerde olardı. Bana bir gün gördüm. Şeyini gördüm. Bana maçlar ben vermeyeceğim maddeyim. Maçı kitaplar şey tuttu. Kitaplar. Hop ömrüyle uzak olsun. Tanrılar sağ olsun. Bu sanat koşulsun. Avaz koşulsun. Lekin juda nozik tabiatli bilan she'rlar tanlashgan. Har qanaqa she'rda qo'shqilib bo'lmaydi. Avval ma'nosini tushunish kerak. Rasul Karim Muhammad Ali bir she'rda Huvaydoni bitta she'r g'azalini qo'shib qilib tayyor qilib qo'yibdi. Osiyo degan so'zni tushunmadi. Osiyo. Yine Qo'qonda bironta odam uni izohlab bera olmadi. Toshkentga kelibdi. Olimlardan so'rasa, shu tegirmonda toshilib yurgan novdan tushadigan suvoyda olishadi. Tepadan tushgan. Tepadan tushgan. Bu toshni ham katta yumaloq toshni ham aylantirib oladigan kuch bilan aylantiradigan suvni o'sha olishadi. Shuni bilib olib, bunday kelgan bu olimga aytib yozishdilar o'sha she'rda. Yana bir adabiyotchilar aytgancha, Sherali Jo'ra falon hududda aytdi. Lekin mazmunni tushunmasdan aytdi. Ko'zi ojiz odam uchun gulib ini aytdi-yu. Men siz birovdan so'ramaysiz degan maqola chiqdi. Xo'p, bunlar uzoq tanizlar so'rasin. G'ayrat qo'shilsin. Hech qachon g'ayratlar pasaymasin. Ochiqlarni baxtiga salomat bo'linglar. Yangi qo'shinlar ko'payadi. Alloh. Katta rahmat aka. Sog' bo'ling, omon bo'ling.